Assalomu alaykum, hurmatli bizani Dachi Luks kanalimizda YouTube kuzatib boruvchilari. Qadrdonlar, bugun yana sizlarga ko'rsatgan obzorimiz Bochkada joylashgan 4 sotuvli high-tech dachamiz bo'ladi. Dachamizning obzoridan oldin sizlarga bu joyimizni bitta ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi. Bochkaning krugida uzoqqa chiqsa 1 kilometr chiqqanda joylashgan bu dachamiz. Bu yoq tarafda kanatkalar, prirodalar bemalol ko'rinib turadi. Ana endi sizlar bilan dachamizning obzorini boshlaymiz. Kirganimizda ikkita mashina qo'yishga bemalol sharoitlari bor. Yozgi tapchan joylashgan, yozgi oshxonamiz joylashgan. Joyimiz kichkina, shinamgina, oila va ulfat mehmonlar qo'yiladi. Bemalol kelib 12 tagacha bemalol kelib maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Zelyoniy zonalar qilib qo'yishgan, yel archalardan ham ekib qo'yishgan ekan. Bitta basseyn joylashgan, razmerlari bo'lsa 10 5. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkari qismidan ko'rib chiqamiz. Ichkari basseynimizga bu eshigimizdan ham kirsanglar bo'ladi. Biza bo'lsa glavniy eshikdan kirishni boshlaymiz. Bismillah deb binomizning birinchi qavatidagi hovlimizga kirib oldik. Qadrdonlar, kirganimizda ko'zimiz tushadigan narsa yumshoq mebel, qishki oshxona joylashgan. O'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. 12 kishilik stullari ham bor. 65 talik inver televizor qo'yilgan ekan. PlayStation 3 bor. 4 ta joystiklari bilan bu joyimizni basseyndan bitta sizlar bilan ko'ramiz. Qadrdonlar, kirganinglarda umumiy bitta basseyn qilingan, 10 ga 5 razmeri, darcha yosh bolalar cho'milishiga ham sharoitlari bor. Bemalol qo'rqmasdan oilaviy kelsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, bu dachamizda umumiy ikkita sauna qilingan, turetskiy va finskiy. Hozirgi kunda finskiy saunasi ishlayapti. Inshaalloh tez kunda turetskiy sauna ham ishga tushar ekan. Ikkita saunamizning o'rtasida sanuzellar ham qilingan ekan. Qadrdonlar, 3 qavatdan iborat. Hozir turgan joyimiz dachaning 2-qavati ekan. Bu joyimizdan dachaning podval qismiga tushamiz. 1-qavatga, ya'ni 1-qavatda igrovoy zona qilingan ekan. Qadrdonlar, bu qavatimizga bilyard bilan stol tennis qo'yilgan ekan. Bilyardni ham professionalni qo'yishgan ekan. 8 ta oyoqli bilyard sevuvchi akalar o'zlari bilishadi, professional bilyard qanaqa bo'lishini. Bu dachamizda umuman ichkilik qo'yilmaydi. Shu narsalarni ham bitta e'tiborga olib qo'yasizlar. Ana endi dachamizning 3-qavatiga chiqamiz. Ketdi. Qadrdonlar, dachamizning 3-qavatiga ham chiqib oldik. Asosiy yotoqxonalar hammasi 3-qavatda joylashgan. Ana endi 3-qavatda birinchi yotoqxonamizdan ko'ramiz. Kishi uchun mo'ljallangan. Divanlar ham yaxshilar qo'yilgan ekan, matraslargacha. Qadrdonlar, keyingi xonalarni bitta ko'rib chiqamiz. 2-qavat uchun umumiy sanuzel qilingan ekan. Ko'rishingiz mumkin. 3-qavatdagi 2-yotoqxonamiz. Bu yerda ham 2 kishi yotish uchun sharoitlari bor. Dachamizning 3-yotoqxonasini ko'ramiz. 5 kishi yotish uchun sharoitlari bor. Qadrdonlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ana endi sizlar bilan bu dachamizning asosiy igrovoy xonasiga kiramiz. Katta keng xonamizga kompyuterni xona qilib qo'yishdi. Qadrdonlar, joyiga qaranglar kattaligini. Uncha-muncha dachada bunaqa katta igrovoy kompyuter xonali joy ko'rmaysizlar. Qadrdonlar, kimga narxi qiziq bo'lsa, nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.